Neşe oturamiz. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, podpishchilar. Hammangizga yaxshi kayfiyat, elimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Biz Xudo xolasa bugun G'orashilib ofida, aynan G'orashilibda Jumaqilish og'amizni 50 yosh bilan tabriklashga yetib keldik. Aynan tabrik loyihasining tashkilotchilari Nurqilish ukasi nomidan hamda Olmaxon singlisi nomidan. Hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Aynan shu Jumaqilish og'amizga 50 yoshi muborak bo'lsin. Turmush o'rtog'i nomidan ham tabriklaymiz. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin va qolaversa nevara, evara, chevara, qizlari, farzandlari hamma qarindoshlar nomidan hamma shirin tilaklar, sog'-salomat hammasi aynan Jumaqilish otamiz uchun. Ota-onasini borida qadrlagan farzandlarni Alloh qo'llasin. Tilaklaringiz marhamat. Ayting tilaklaringiz. Ben şu ağamı tebriklemem. Kur'an canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, bizlerge baş olsun. Kur'an 100 yaşlarında da çekip oturmak hemmemizge nasip etsin. Dileğimiz şu. Hamma söyleyimiz. Ayting, ayting. Akam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Uzoq yashasin, baxtimizga sog' yursin. Dadam tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Dadam tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Xudoyim yashashlarga yursin. Baxtimizga sog' yursin, rohatlarimiz ko'rib yursinlar. Dadam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman.